hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar, bugun Milliy bank binosi ko'rgazmalariga yig'ilishimizning asosiy maqsad hozirgi kunda Milliy bank tizimida mavjud bo'lgan kredit mahsulotlari, kredit produktlari va yengillashtirilgan kreditlar jismoniy va yuridik shaxslarga ajratiladigan kreditlar to'g'risida sizlarga bir qator qo'ldan kelguncha ma'lumot beruvchi bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda Milliy bank ushbu filialida bir qancha kredit mahsulotlarimiz mavjud bo'lib, bulardan yuridik shaxslar uchun Prezidentimiz ushbu qarorlari asosida yengillashtirilgan kredit mahsulotlarni 22% dan aylama ma'lumotlar uchun 8 oyga, asosiy vosita va jihozlar uchun degan 80 to'lov muddatga ajratiladi. Bulardan 2 yillik ligotasi, 8 oylik kreditlarimiz esa 3 yillik imtiyozlari mavjud. Bundan tashqari yangi kredit mahsulotimizda Express kredit mahsuloti xuddi jismoniy shaxslarga qanday maqsadsiz kreditlar ajratiladigan bo'lsa, yuridik shaxslar uchun ham maqsadsiz kreditlarimiz joriy qilingan. Ular yaqinda yangi qarorga asosan foizlari ham birmuncha pasaytirib 25% dan garov ta'minot taqdim etilsa, yuridik shaxslar uchun har qanday maqsadlar uchun kreditlarimiz mavjud. Bundan tashqari jismoniy shaxslar uchun ipoteka kreditlarimiz, avtokreditlar, mikrozaym, mikroqarz kreditlari, bundan tashqari 60 va 61 sonli qaror asosida yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni ma'lumotligini ta'minlash maqsadida 60 sonli qaror asosida oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarini ma'lumotligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa 61 sonli qarorlar asosida 18% dan tadbirkorlik faoliyati bilan ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlar uchun va oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilari uchun bir qancha turdagi kreditlarimiz mavjud. Bular imtiyozli kreditlar deb hisoblanadi. Hozirgi kunda bularni foizi 18% dan ajratilyapti. Bular ishlab chiqarish, savdo, xizmat ko'rsatish va boshqa faoliyat turlari uchun ajratiladi. Xo'p, bundan tashqari agar jismoniy va yuridik shaxslar uchun kreditga kimdagi ehtiyoj talab bo'ladigan bo'lsa, yoki tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishda bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsangizlar bizlar maksimal darajada ko'rib chiqib o'shalarga hal qilishga maksimal harakat qilamiz deb o'zimizga bo'lib qolamiz. Savol yo'qmi? Savol berib, shuni joylarimizda boshqa bir samasini tushuntirib beramiz. Yarım